Assalomu alaykum. Mening ismim Muxlisa To'xti. Men Sharq Turkistonning Aqsu shahar Qartal bozoridan. Men Sharq Turkistonda Xitoy tajovuzchilarining zulmga uchrayotgan opam va boshqa qarindoshlarim haqida guvohlik bermoqchi. Bu mening opam Aytursun Qurban. Opamni Xitoy tajovuzchilari 2017-yili 3-oyda sebepsiz jazo lageriga ketgan. Yaqinda opamning texnicha jazo lagerida ekanligi xabarini bildim. Opamning salomatligi yaxshi emas ekan. Bu mening akam Yasinjon To'xti. Akamni 2016-yili 11-oyda Xitoy tajovuzchilari sebepsiz jazo lageriga ketgan. 2018-yil 2-oyda tuyuqsiz o'lib ketganlik xabarini angladim. Yaqinda akamni yurak kesili bilan o'lib ketdi debdi. Akamning yurak kesiliga doir hech qanday bir ushaqcha kesilimi yo'q edi. Bu akamning ayoli Gulnur To'xti. Bu yil 32 yosh. Bu qarindishimni şu akamning xabarini olgandan keyin bu qarindishimning hech bir xabarini elish, aloqalashish imkoniyatim bo'lmadi. Lagerdimi yoki uydimi bilmadim. Bu akamning 5 farzandi. Bu akamning 5 farzandining xabari yo'q. Hozirgacha aloqalashish imkoniyatim bo'lmadi. Bular bolalar lagerdimi, uydimi, hayotmi aniq emas. Bu mening ocham Nurimangul To'xti. Bu yil 39 yosh. Ochamni Ocham menga akamning xabarini yetkazgandan keyin tuyuqsiz yo'qolib ketgan. Yaqinda ochamning haqsiz emgak kuch qatorida ishlatilayotganligini bildim. Bu ochamning yo'lchi Ahmedjon G'oji. Bu akamning Xitoyda sebepsiz jazo lageriga ketgan. Ta hozirgacha aloqalashamadim. Jazo lageridimi yoki uydimi, hayotmi, o'ldimi aloqalash imkoniyatim bo'lmadi. Bu ochamning ikki qizi Fatima Ahmed, Saliha Ahmed. Bu ikki qiz farzandi bolalar lagerida ekan. Yaqinda bularning bolalar lagerida ekanligini uqdim. Bu qarindoshlarimning hammasi şu Aqsu shaharlik Qartal bozorining Ar mahalla 3-guruh 7-nomerda o'tirdi. Men dunyoning har qaysi joylariga haqni sevar kishilik huquq tashkilotlari va yordamsevar kishilarning Xitoy tajovuzchilarining eskiligi, zulmiga shundaqla millatimizni yo'qotish oldi turayotgan bu Xitoyning zulmiga qarshi amaliy harakat o'tishni talab qilaman. Xitoyda zulm uchrayotgan urug' tuqqanlarimiz, qarindoshlarimiz, do'st birodarlarimiz, xulum qo'shlarimiz haqida boshqa qarindoshlarning guvohlik berishini umid qilaman.